Ayjon. Xo'p, bolam. Tog'am bu safar 3 kun kech qolyaptilarmi? Tog'ingni ham ishlari ko'payib ketgandir-dek, bolam. Kelib qoladi. Opa! Opa! Uydamisiz? Voy. Ana, tog'ing keldi, o'g'lim. Tog'ing keldi. Ura! Tog'am keldilar! Tog'ajon! Oyjon, tog'am ishga narsalar keldilar! Jiyaning bananni juda yaxshi ko'radi-da, ukam. O'zing yaxshi kelib oldingmi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshi o'tiribsizmi? Men yaxshiman. Ha, aytganchi, men hozircha damlab kelaman. Sen jiyaning bilan gaplashib o'tirib tur. Xo'p. Tog'a, Ha, jiya? boshqaqa kech qolmay. Tushunmadim, jiya. Nimaga unaqa deyapsiz? Sizni 3 kundan beri oyimlar bilan birga kutamiz. Tinchlikmi, jiya? Nimaga meni kutasizlar? Sizni kutib 3 kundan beri uyda ovqat qilmadi. Maktabga kolbasali olib keta olmayapman. Tog'a, boshqa kech qolmayman deb va'da bering. Jiya, turib. Yo'q, oldim. Kela qol. Ke jigarim. Men senga bu va'da beraman, jiya. Bugundan keyin bir kun tugul bir soat ham kech qolmayman. Faqat meni kechir, jigarim. Meni kechir. Ukam, kutib qolmadingmi? Nimaga menga 3 kundan beri bir og'iz telefon qilmadingiz? Ukam, seni ham oilang, bola chaqang bor. Senga ham ortiqcha yuk bo'lishni xohlamayman. Keyin ozgina qoching oldingda xijolat bo'lyaptilar. Men to'g'ri tushunaman. Nimaga xijolat bo'lasizlar? Oyi 15 qorong'u bo'lsa, 15 yorug'. Mana jiyanlarim ham katta bola bo'lyapti. Xudo xohlasa, hadimi yoningizga kirsa, bu kunlarni ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Ungacha mana men yoningizda tatishkadami opa? Har qanday holatda men yoningizdaman. Hech nimani o'ylamaysiz. Boringga shukr, ukam. Boringga shukr.